Hürmetli televizyon kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar. Növbətdə sizlərinin görüb atqanыңlar Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqis Çəkli şirkəti bilan Elbidar Mədəniyyət Media Çəkli şirkəti birləşib yolu qoyğan nutq so'zlash xarakterdagi programma ular shundaq deydi. Biz bu programmamizda har soha, har kasbda o'z hayotida, o'z kasbida muvaffaqiyat qozongan shaxslarni taklif qilib, ularningki hayot tajribalari va shundaqla qimmat qarashlarini taqdish orqali butkul jamiyatga ilhom va madad bag'ishlamoqchi. Meningcha bizniki bosh mehmonimizniki butkul hayoti ana shundaq plan va bag'ishlash ichida o'tgan. Shunga biz bugun bu temada ma'lum mulohazani qilamiz. Aldı bilen meniki meşede o'tag'an saboqdoshlardan mushu haqda o'ziniki ba'zi fikrlarini anglab boqim keldi. Sizlarda plan bo'lib baqqanmi? Hozir plan bormi? Qaysiga javob bersizlar? Adamlar nurg'ulgan planlar oldi-ku. Lekin mening muqim aniq bir planim. Hozir o'qiyapman ingliz maktabda. Shu o'qishimni muvaffaqiyatli tamomlab, ondan keyin shu o'qishim orqali natija olib chiqish. Plan bilan yashash bugungi jamiyatniki muqarrar natijasi. Plansizlik bizningki nurg'ulgan ishlarimizniki oqibatining yaxshi bo'lmasligining asosi bo'lishi mumkin. Yana bir narsa beg'ishlash. Meningcha bizning bu dunyoga kelganligimizning o'zi bizning beg'ishlash yo'lini tanlaganmiz. Meningcha hammalarning hayotida o'zimizning erishkindan ortiq beg'ishlangan jarayonimiz bo'lgan. Agar biz mushu xil jarayonni texmi kengaytsak, texmi kuchaysak, balkim bizning hayotimiz texmi parlaq bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz oldi bilan bir VCR ko'raylik. Bu VCR'da bir o'zini beg'ishlagan shaxsniki obrazini ko'ramiz. Hadiya Hoshim kandidat mudir vrach. Ürümçi Hadiya ko'z kasalliklar doktorxonasining lideri. Bu ilgir keyin bo'lib, mamlakat bo'yicha xalq rozi bo'lgan 100 ulgulik doktorxonaning munavvar boshqaruvchisi. Abdunum rayon bo'yicha munavvar ixtisosli xodim, 10 ko'zga ko'ringan ayol, munavvar kasb almashgan harbiy, Millatlar İttifaqlığıdaki ilg'or shaxs, munavvar asos qatlam ko'z kasalliklari doktori, meyitlar salomatligini asliga keltirish xizmatidagi ilg'or shaxs. Abdunum rayon bo'yicha igilik tikligan ayol korxonachilar ulgusi, O'rim shahri bo'yicha munavvar emgak namunasi qatorliq shon sharaflarga erishgan. Qizg'in javoblarimiz bilan Hadiya xonimni taklif qilaylik. Qani marhamat. Hadiya apay, ben siz bilan paranlaşqılı uzun yıllar oldu ya. Neçə yıllarını aldı ben siz bilan fikirleşken. Şu çağdan belki bir gapni degen bo'lishim mümkün. O bo'lsa sizning ismingiz, yani Hadiya degan bu isim, sizning qilgan ishingizga bek mos kelganka degan. To'g'ri. Sizda shunday bir ta'sirot yoki kashmish bo'lishi mumkin. O bo'lsa sizga bu Hadiya degan ismni qo'ygan chaqda va siz bu ismning ma'nosini uqqan chaqda, aslida bu ismda shunday bir xil maqsad ve arzu bağı değil mi? Şunda. Dadınız neymi için şunda koyganlığını diyeceğim mi sizge? Bunu buam koyup dike. Buğunuz? Neymi sebepten koyup dike? Onu ben yaxşı okumaydı keme. Ama kim şu doktorxanını kurup, özen bir köz doktor boğan inken, anki mumuşniki özen bir köz doktor boluşka, özem şu vaxtıda özemniki bir arzuyum şu, köz doktor bolsam dep. Şu vaqtida his qilgan. Bu ismi meniki, o'zimniki xalqqa ko'zning nurini, ko'rish qudini ko'taradiganға, yo'ruq dunyoga kirishga asqatadigan bir. Demak, haqqim shu yo'ruqlikni sundigan, yo'ruqlikni akib berilganға shuna loyiqga. Hadiya apayni men 15 yilning oldida ko'rgan chaqda chechi bundaq oq emasdi. Hazır Hadiya apayning chochlari butunlay oqirib ketibdi. Lekin har bir oqargan chochning badliga sonsizlagan kishilarningki ko'zi yo'rug'liqqa erishdi. Shunga Hadiya apayningki boy o'zi aytgan, aslab turadigan jafolari va bugungi natijasi uchun bir chavoq chasoq bo'lamdi. Rahmat. Xo'sh, endi bugungi bizniki programmamizniki xarakteri, ya'ni bizniki
o'z kasbida, o'z hayotida muvaffaqiyat qozongan shaxslarninki o'z hayotidan xulos xarakterlik nutqi. Ularniki bu nutqlarniki bizning jamiyatga aktiv energiya taqtib, yoshlarimizga ilhom berishni umid qilamiz. Bu gapni boshlasak, mening yosh vaqtimdan boshlasak bo'ldi ekan. Men ko'z doktori bo'lgandan keyin men o'zimga jiq planlarni qurgan shu vaqtlarda. Yosh bo'lgandan keyin uni qilmish ko'z doktori o'zidan jiq ishlar bor. Bizning kasb ko'z bo'limniki kasblari yomon jiq. Men shu vaqtida bir ko'zning tegini davolaydigan ko'zniki ish doktori bo'lishga o'zim shuning bekitgan. Ammo keyin bu jamiyatda ko'zga oq tushgan kasallar yomon jiq. Ammo Şinjan'da mush ko'zdagi oqni davolashga bek ojiz kelib qolganligini ko'rib, nurg'un kasallar ko'zni mushu ko'ramaydigan, operatsiyaniki unumi yaxshi bo'lmay, qilgankin texim ko'zi ko'mas, mushna bo'lib qolgan ishlar bek jiq bo'lgan uchun to'xtabdi. Men mushning o'zimniki o'zimning mubiyosini mushningga to'g'rilay deb, anki mushni o'rganay deb Guangzhou Zhongshan daşıyaga berib, Yanke Zhongshinda mush ko'ziga oqni operatsiya qilib davolaydiganға shuningga praktikaga ashaga bordim, o'qishga bordim, bilim oshirish. Shu yerda mening ma'lumim shunday yaxshi chiqdi. Ben shu borgandala yuvib bo'g'ib berib, ashuni degandim. Şinjan'da ko'z kasal yomon jiq, ko'z doktori yomon oz. Shunga men mushu ko'zga oqni davolaydigan bölümge asasen qilib keldim. Şunun sizlar yordam qilsanglar deb men shu talabni qo'ygan ekan. Ularni shuna yaxshi o vaqtida menmi juji ishim bo'lgan ekan. Ma u texnikada yana asasen meniki xili kuchli, meniki asasen men xili to'liqdi. Shu anki menga bu sharoitni qurib berdi. Ama onun o bölümde şu 3 aylı turduğan gap. 4 bölümge bardıgan gap içinde hem de şu bir bölüm var. Şu yerden anki menma bunu öğreniş için çokum öz tirişimisi bulmaydı dep men özümnün malımından 1 saat baldır kelip bölümge. Hamma qildigan ishlarni tasdiq qilib anki bugun operatsiya qildigan bemorlarni yetlab operatsiya bölümünün oldida tayyor bo'lib içi kirib hammasini tasdiq qilib turgan ekan, doktor kelib qo'lni yuvibla operatsiya tushatdi. Kashdan ki men butunlay bir kun qildigan ishni men bir kun hargiz aytsi qo'ymadim. Vaqtida o'zimni yosh, ma o'qiydigan, bilim oshirdiganga o'zimning orzusi bek kuchli bo'lgan ekan. O'zimning planlarini shunday yaxshi planlab, kunda qildigan ishimni shunday yaxshi dastlabda 1 soat nima qilmay, keyin nima qilmay, tushda nima qilmay, tushdan keyin nima qilmay. Mushlarni ham planlab turib, 1 oyning ichida mening ma'lumim Guangzhou Zhongshan yedim hozirgacha praktik qildigan shu o'qishga borgan doktorlarning u mendek unda jiq operatsiyani qo'yayotgani yo'q hozirma. Shu meningda bir bo'lib tikan to'q. Bu shu doktorxonadami men ketgan ekan bir bo'lib tika, bu 1-2 oy bo'lib qolibdi. 1 oydan keyin meni operatsiyaga qo'ydi. Men 1 oyning ichida shu operatsiyani shunday chiroyli qilib 3-oyda ko'zning ichiga sun'iy kirsan saldigan bo'lib, 3 oyning ichida bir texnik sun'iy yuqori bir doktor bo'lib qaytib keldim Şinjan'a. Demak, mening o'zimniki mush tarafdan o'zimga qo'ygan planni shuni amalga oshirish uchun siz cho'qim ashuni to'g'rilaysiz, o'zingizning har qanday qilgan ishlaringizni shuni plan bo'yicha qilsiz, ankin jafodan qo'rqish bo'lmaydi. Aşağıdaki şuna şaroitda shunday yaxshi bolalar, yangi o'shanlar, bo'shlar jiq uyadi. Jiq odam ham shu fursatlarni yaxshi o'zining shunday esil ma'lumlar turibma, shu fursatni ching tutamaydiganlar jiq. O'yin tomosha jiqroq. Hamda bizmi uyada manchilik o'rganamay ketganlar, hatto ba'zilar operatsiya bo'limi kiramay ketganlar bor. Shunga men birinchi o'zimning planni tuzab amalga oshirib Şinjan'a qaytib keldim. Ondan keyin Şinjan'da birinchi bo'lib mush ko'zdagi oqni hamda kasbda Hansucha hamda Shenday Banijang Nangwai Zai Chu
Cişu deydi. Onu birinci ben şu Şinjan'da başlayan. İkincisi ankin Çavşın Ruhua Cişu'nun şu Şinjan'da 94 yılı birinci ben Şinjan'da şunu başlayan. Közünün aynaktanisini kesilgan operasiya, közünün içini nur bilan davolaydigan, közünün içiga may silish, mushu texnikalarni hammasini men 97 yılı birinchi mush Şinjan'da amalga mush texnikani boshlab kelgan. Endi yosh vaqtim mushu ishlar bilan bo'pti. O'zimga bir ishonch borda, o'zimniki texnik tarafdan o'zimga bir ishonch cho'ng bo'ldi. Anki bemorlarniki bunda o'ylab baqsam, men doktor bo'lib birinchi yillar bemorlar mening aqamdan kelib meni izlab keladi. Demak, ash izlab kelgan o'zi menga bak cho'ng bir bisim. Demak, men ikkinchi qatam kelgan men cho'qim ashning to'g'ri davolash, to'g'ri fikrni berish kerak. Unda bo'lganki men cho'qim kitobni varaqlab ko'radigan gap. U vaqtlarda bizniki ko'z doktor bo'lish bizning taqnimi, sharoitimiz bek nachar. U vaqtda bir lishidan ko'zning tigini tekshiradigan hech qanday saymonlarmi yo'qdi. O'zingizniki shu nemis texnikasiga bog'lab, shu kitobnikini amaliy nemisiga moslashtirib, shunday doktor bo'ladi vaqtida. Keyin ma texnikalar birdan oqidan kelgandan keyin menga bir nem bo'ldi. Yana birsi biz janubga borganda, janub tarafga berib bir haqsiz davolashga bordik. Nemishga deganda, men Nipit doktorxonada operatsiya qilgan jiqdi xalla deydi. Xonim, bizga mayda pulni tayyorlik qilib maya keldik. Jiq kasallar, bemorlar bu yerga kelamaydi. Hatto o'zining shu nemisdanmi bir shangdimi teshik chiqolmaydi. Siz bir borgan bo'lsangiz, ko'ribmi kelgan bo'lsangiz deb. Keyin shu gap bilan 97-yili men Qashqarga bordik. Bir mashinaga shu saymonlarni hamma narsani qachilab berib, kasalning jiqligida men hayron qoldim. Bizning Nipit doktorxonamiz jiq kasallar keladi. Ammo u yerga berib, bu kasalning jiqligida u bir hadiya, u hargiz bu bemorlarning o'disini chiqolmaydi. Buningga nurg'un hadiya bo'lmasa bo'lmaydi. Chuqum ikki tillik mushna doktorlar bo'lmasa bo'lmaydi. Texnikalik doktorlar bek muhim deb o'zim shu vaqtlarda jiq tirishchanlikni qilib baqdim. Ikki tillik mushna doktorxonasi qurib, bemorlarga mushna texnikalik doktorlarni tarbiyalaydigan. O'zim nemishki men texnikada bunda bo'lib o'sib chiqdim desangiz, mening o'qish bo'lgan yerlarim shuna isil doktorniki o'zining texnikasini egallab, texnikasini yuqori ko'taradigan bir sharoit bo'lmasa, hargiz uningda ko'tarilib ma'maydi. Shuning uchun menga ideyarimga bir narsa kirgan. Keyin o'zim chiqib bir qipaqay, o'zimniki bir ko'z doktorniki bo'lish kuliminichi, ashni o'zim birini qipaqay deb. U vaqtda yosh. Rast gapni deganda o'zimga ishonch cho'ng. Ko'zimga bir korxona kursi qanday bo'ldigini rast gapni desam faqat o'qimagan. Ammo o'zimga ishonch bek cho'ng. Shuning bilan doktorxona, ko'z doktorxona qurish u vaqtida biz hammamiz maosh oldigan doktorlar endi yanchig'imizda pul yo'q. Uni maqlab selish uchun chuqum pul bo'lmasa, o ko'z doktorxonasini qurg'ini bo'lmaydi. Onunki men shu ko'z bilimniki saymonlarini chiqaradigan zavodlar bilan birlashib shularga deb onunki ular 5 millionlik shu ko'z kasalini davolaydigan saymonlarni akilib qilib berdi. Uni 3 yilning ichida men qarzni qaytarma. Qo'rqmagan gapda shu vaqtda. Qo'rqmay o'zimga ishonch cho'ng bo'lgan ekan. Bemorlarni yamanchiq. Bu 3 yildan keyin qaytib ketadi deb o'ylagan. Ammo shu vaqtda shuni o'ylagan. Ammo bir doktorxon u saymon bilan hech tugmaydi. Nurg'un qo'shimcha yana boshqa saymonlar bo'ldi. Odam kirdi, odamlarning maoshini ta'minlaydigan gap, bolalarni o'qitadigan gap. Ashninga plan qilamanda, hatto shu vaqtda shunday cho'ng qarz bilanmi o'zim yana bir o'qib keldim.
Özüm şu doktorxana başquruş nemede bir yıl. Uşaq şunda qimmat her ayda bir berip 3 gün ders ötüp yani kelip aşna qıldığanğa bir yıl oqudum. Onu oqub ankin ma doktorxanaga chiqmanda qanday güvenlik qıldığan başqa tarafdan ankin özümning bilimini aşırıp amma doktorxan başqa taraf ketmisin deb. Qiyib ketmisin. Çuqum to'g'ri yo'lni menga to'g'ri yo'lni qilaylik deb dastlab o'zim shunday yuqori bir nemini qo'ygan, talabni qo'ygan. Anki o'zimma kech kunduzi jafo tortib, kunduzi tushdan avval kasal ko'rimiz tushdan keyin operatsiya qilma, shu vaqtda nurg'un doktorlarni tarbiyalab, bir chetdan tarbiyalab kelib bizning dastlabda 15 odam, keyin asta-asta mana bizning Məyədiki doktorxanda, Ürümçidəki doktorxanda hazır 70 neçə adam oldu. Həm bu doktorlarma hazır texnikisi mening də eşib getdi. Nurg'un hədiyələr oldu. Bunun içi doktor var, sistralar var, texniklik xodimlar var. Muşlarning hamısını qo'shganda mening shu vaqtdagi nishon qurg'unim hamısı amalga oshdi. Bu doktorxona bir shunday cho'ng bir sahne bo'ldi da buningga. Bu sahne qanday bo'ldi desangiz, bizning doktorlarga ash sharoitni qurib bersangiz, bu hozirgi jamiyatdan zamonni bu texnikasi yuqorilab mansi shuning tam ma'nolaydigan doktorlar bo'ldi. Endi ularning texnikasi mening ma'u nimamdan uchib ular teqim yuqoriga keldi. Yana birsi bemorlarga shunday qulaylik. Ular tarjimon izlamaylar. Başqa doktorxanalarga bas tərcüman izləb, tərcümanlı pul xərcləydi. Bizning məyə kelsə, özünün tilini, doktorning tilini oxudu, doktor mu bemorning tilini oxudu, ikkisi bir-birisining tilini oxudu. Şuna ishonchim bo'ldi. Gapni tushungandan keyin davolashma o'ng'ay bo'ldi. Anki bu yerda xərclaydigan haqqimiz shu davolashning pulini xərclaydi, boshqa ortiq pul xərclamaydi. Endi mushu kunlarga kelganda agar siz qiyinchilikni o'ylasangiz, chuqum o jiq qiyinchiliklarda hozirla yetib qolsiz, o'ylasangiz, pul bo'lmaganki hech nima qilgan, bugun topgan pulni shuni necha o'ylab planlik qilamiz. Mani qanini ishlatamiz, ani qanini ishlatamiz. Birinchisi bizning xodimlarning maoshini o'ylaymiz. Saymon olamiz. Ba'zi korxonalarniki labanlari shunday isil mashinalarda o'tirdi. Ama bizning bir sayman aş bir maşinning puli bo'ldi. Bizning aşna saymanlar degan nurg'un. Shuashqa men endi u haq bilan haq munchilik bo'lib ketdi deb men uningga hargiz o'zimni uning bilan selishtirmayman. Men jamiyatga qilgan ishimni, men xalqqa qilgan ish. Bir odam qanchalik yeydi, qanchalik xashlaydi, kiyimni kiysangiz qanchalik xashlaysiz. Ammo siz qilgan ishniki şunun cemiyetke qanchalik foydasi bor. Cemiyetke qanchalik aşının roli ishildi. Shuni o'ylab, o'zimni abay dedik, hadiya degan, mushu ko'z doktorxonasini hadiya deb qo'yganimiz yaxshi, bek yaxshi ekan. Nemishga deganda biz xalqqa mushu ko'zning nurini ko'zga yorug'lik beradigan, ko'zning nurini tangshaydigan mushuna bek ulug' ish ekan bu. Şunaşqa muşu hadiya ismima muşu doktorxanaga shundaq loyiq ham singishli. Ashna buğa uchun jiq odam kelib, ba'zi bemorlar ko'zini ko'rsatgani kelmaydi. Jiraqdan kelib, doktorxonaga bir kelib, cho'glab chiqib ketadi, faxrlanib ketadi. Yana ba'zilar kelib, alayda ash xonimni bir ko'rib olsaq deb meni bir ko'rib ketadi. Shular hammasi menga shunday cho'ng bir ishonchi, menga bergan shunday cho'ng bir hurmat. Men ashni his qilmayman, burun tatgan jafolar o jafo emas ekan. Bir odamning yaxshi degan gapiga erishgan odam degan nihoyat baxtli bo'ldi. Uning ustiga mening doktorlarim hozir. Doktorlar hammasi texnikasi meningdan yuqori bo'lib ketdi. Mush mening orzuyim, mening dastlab mush doktorxonani qurgan mening maqsadim mushu. Endi bu korxonani qurishdimi yana bizning oldimizda qiyinchiliklar bor. Bu kichik korxonalar agar o'zingiz tuzamay, cho'ng bir pintaga chiqamsangiz,
balkim siz yo'qolib ketasiz. Bu bizning oldimizdagi bor masalada. Ham buni qanday tuzaymiz? Buni qanday plan bilan buni qanday nima qilamiz? Bu bizniki bir ko'rjan deymizda bizga uchun. Qanday qilib mapintan texnik cho'ng bo'lib, butun Xinjiangdagi xalqqa mushunaq yuqur texnikani sundigan, yuqur texnikani hadiya qilgan mushuna o'rinni qilishga mening yana bir cho'ng bir plan bor. Shuningga yana tirishmasam bo'lmaydi. Chechim oxir ketdi, yishim bunda 63 kirdi desam, men uyga berib o'tasam bo'ldi. Ammo chuqur men texi buni mening planim ichida bir texi o'zimniki orzuyi texi. Qanday orzuyi desa, xalq bu yerga kelib, masalan, sizlar bir yerga berib tomoq yeysizmi? Manzara yaxshi, tomog'im shunday yaxshi bo'lsa, jiq odam ko'ngli shunday xushal bo'lib, ro'yim ko'tarilib, bu yer ajab yaxshi ekan deb o'zirilib, o'sha tomoq yeydigan yoki bir yerga manzurlarni ko'rib qil. Mening maqsadim kelsa ma hadiya ko'z doktorxon kelsa, mening kesilimi yerimi o'zini saqaydi deydigan bunday sharoit bo'lsa, birsi o'zirilib mayda, mening ko'zim shuningda umid bo'ldigan bo'ldi. Deb o'ziga bir ishonchi bo'lib, anki muhitni chiroyli qildigan. Ammo buning jiq ma'lum ketdi. Men qanday qilib mushu doktorxon texnik yaxshi qilganga yana tirishma. Hadiya apayninki notiqi menimcha intayin samimilikka, intayin oqko'ngillik to'lgan bir notiq. Hadiya apayninki butkul hayoti bir beg'ishlash hayoti. Hadiya apayga bir rahmat aytsa qanday deysizlar? Hadiya apay baya nurg'un o'zining ko'z qarashlarini bayon qildi. Endi tuvanda o'tirgan saboqdoshlarningki Hadiya apaydan so'raydigan savollari. Bireylar bunda so'rabdi. Ya'ni bu hayotimizda biz bir ishni bir planni qilgan chaqda atrofimizdagi kishilarning nurg'unlagan, o'xshamagan fikrlariga, ko'z qarashlariga, zarbalariga uchraymiz. Unda bo'lsa biz zodi mushu xil zarbalarga qat'iy pisand qilmay, o'zimizning ishni qilaversak bo'lamdi deb so'rabdi. Buningga mushlarning sizga bergan fikri to'g'ri tarafdimi? Yoki sizniki o'zingizniki mushu qurgan nishon mushu plan o'zi to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Buningmi qaraydigan gap. Agar sizniki bu qiyib ketadigan jiqadam mush kasbni sizni qildigan ishingizning tajribasi bor adam sizga to'xtabdi, ma'ni bunda qilma desa, uningda o'zingizni tanishsangiz bo'ldi. Agar siz o'zingiz mush kasbni o'zingiz bilib, hamma tarafdan to'liq, o'zingizga ishonchi bo'lsa, xalqning gapiga bek kirkatsangiz bo'lmaydi. Chuqum o'zingizniki plan bo'yicha ma'mursangiz, bu hech qanday ishni amalga oshira olmaysiz. Mush qilgan ishingizniki oldi nima bo'ldi? Yoki mush texnik tarafdan o'zingiz qanchalik tushunsiz? Agar bularda ham sizda bo'lmasa, chuqum xalqning gapini anglab baqsangiz bo'ldi. Assalamualaikum Hadiya apay, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Altın dininiz aman bolsun. Bu qatim sizning nutqingizda men to'liq xush bo'ldim. Men Xinjiang Yenilik Sanoat Kasbiy Texnik institutining o'quvchisi Guliston turdi bo'laman. Mening eng chong orzuyim mushu milliy korxonalarga kirib ishlash bo'lsa, kelgusi dangliq bir sizga o'xshash boshqalarga o'zlarini hadiya qila oladigan ayol korxonchi bo'lish, xalqim uchun bir to'p qo'shish. Rahmat. Manga o'xshash oliy maktabga kirgan, kirish oldida turgan saboqdoshlarimiz o'zining oliy maktab hayotini qanday planlasa, vaqtni futurib o'tmaydi. Mush hayotini ahamiyatlik o'tkaza oladi, mush oliy maktab hayotidan natija yarata oladi. Mundaqcha ilib aytganda, guldek, oltindek mush oliy maktab hayotini haqiqiy bir ma'noga ega qila oladi. Mush haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Siz agar shu planni endi bak cho'ng qilmay, o'zingizning kuchi yetadigan hozir jamiyatda, hozir hukumatningmi sizlarning yo'laydigan shunday jiq siyosatlar bor. Shuning bilan o'zingizniki bir kichikdan boshlab o'zingiz sinab baqsiz. Shuningga bo'lamdi bo'lmay. Endi o'zingiz shu kasbni o'rgangandan keyin shu kasbdan gul chiqarsangiz, men sizga chuqum ishonmaysiz, chuqum shunday chiroyli bir nima
karxan desek, o karxanın çoğu ba, kiçigi ba, özünüz güçlük. Yani şunundaki özünüz güçünüz yetken ki, en çoğarak qılay deseniz yeni buldu. Ama bek çoğun bir haqla, mesela bizniki hazır menip kelgen yol, bu bek çoğun, bek iğir bir harva deymiz. Endi bu yolda siz endi bırakla özünüzniki cemiyetke tek çıkmağa vaxtıda bek çoğun planını qıvasınız, sizni besip aldı. Siz o vaxtıda sizin qancha yaxshi, güzel o'ylagan xiyollarınız məmi siz nölge kirkitilgan işler bo'ldi. Anki ba'zilar tashlab, mani qilmay, ani qilib qildi. Cho'qim o'zingizning texnikasini, o'zingizning kasbini, o'zingizni yaxshi ko'rgansiz. Bir o'zingizga bir nishonni qilib, bir planni tuzab, qanday qilman, qanday kuchim yetadi, kuchingiz yetgandan haqqa oldida bakchiq qazlar bilan, nim qilmay, azroq qaz bilan az ishni birini ishga qila olsangiz, o'zingizga bir ishonch bo'ldi. Anki ishga 4 bo'ldi. Anki ashna qilib qilsangiz, mening fikrim, mening ko'rish nimamda sizni mushna bir ro'y bor, siz chuqur bir ish qilib keta olasiz. Assalomu alaykum, ma'lum qanday bo'lgansiz? Alaykum assalom. Mening ismim Iskandar, o'zim Intel maktabida ishlayman. 16 yil siz 180 odamni yetaklab, 180 oilani turmushini qamdab hisobda. Mush kollektivni 16 yillik musobaqani besib o'tibsiz. Bu haqiqatan bir mayli yoshlar bo'lsin, har qanday bir odam qoyil bo'lishdek natija. Shunlashqa mening savolim, sizningcha bir kollektivni, bir cho'ng kollektivni bir bayroqni ostiga olib kelib, mushni uzun mezgillik yetaklash uchun zade mushani uyushtirish uchun qandaq bir ruh ketadi yoki qandaq bir usullar bor. Chunki mush ishni qandaq yetildirmiz, mushning bir tajribangiz deb bergan bo'lsangiz. Nayt yaxshi so'zildingiz. Bir yerda odam o'ng'aychi o'zining o'rnini yangishlaydi. Endi shu ping taybami? Manga mush ping tayda men yana birdan ikkiga tajiyaga chiqalamdi, ya'ni sahralamdim deb o'ylaydi. Siz agar ash xodimlarga ikkinchi sahraydigan yo'lni qurib bersangiz, sharoitni qurib bersangiz, ular anki boshqa o'ziniki nemishga hozir mana bir narsanday mushu hukumatning cho'ng doktorxonalarda hamsi 3-daraja doktorxonalar. Hukumatning butun mag'lubni shularga silib degan sharoitdan shunda cho'ng qilib berdi, bemorlar shu yerga bordi. Doktorlarni oldida shu yerni xillaydi. Nemishga degan ayning sharoiti bemorlar jiq, sharoiti yaxshi, men ashada usalayman deb bordi. Bunda ping taqildi. Bizning doktorxon 10 yil bu yo'qmay, asli men kichik qilsam, o'zimga tushlik qilib, men qilamagan ekanman, yepib qo'yib ketsam bo'laverdi. O vaqtida men pulga ko'milib qolma. Ammo men korxonni qurgandan keyin butun pulni shu korxon bilan mangdigan gap ideyaringlarda cho'qim birsi plan, ankin ashunga siz o'zingiz shuni chidamliq bo'la olamsiz. O chidam nada desangiz, ash sizlarning xodimlarga bir ping tayni qurib bera olamsiz. Ash yana sahralaydigan shu bo'lsa bo'ldi. Hadi yapay degендек, en muhimi ularga özünün kıymetini his kıldırdıgan o'rinni berish. Bu intayin muhim. Hoş. Adiya muallim, yaxshimisiz? Bizga bugun nihoyatda bir yaxshi bir dars o'tib berdingiz. Men o'ylayman, sizda